2026-yil uchigan 2026-yilgi matkalarimizga ikkita rasplot qilib mana endi chalpay berishni boshladik. Alloh nasib qilsa shaharlarimiz paxta sezoniga biz endi asosiy paxtadan olamiz asalni. Paxta sezoniga, paxta guliga 6-7 romga chiqadi Alloh nasib qilsa iloyim. Shunaqa niyatda harakat qilyapmiz. Bu 2 romga rasplotimiz chiqqandan keyin 6 romkani qoplaydigan ari bo'ladi. Yangi chalpaylar bosishni boshladik. O'zi paket sotgandan keyin arilarni ari qilib olish juda oson ish emas. Ko'p mashaqqati bor. Ko'p asablar tarayon bo'ladi. Endi har bir ishning mashaqqati bo'lgandek, bunda ham anchagina mashaqqati bor. Erta bahorda arilarni sotib, to'g'ri ozgina do'yin pul ushaladi, lekin undan keyingi mashaqqati anchagina yuboradi. Alloh nasib qilsa 2026-yil ham yaxshigina hosil olish niyatdamiz. Endi ba'zi arilarimiz 2 romga, ba'zilari 1 romga, 4 romga chiqqanlari bor 2026-yil matkalarimizni. Mana bu ham 1 romga, hali urug'i tushmagan matka adashmasam. Yo, endi urug' ko'rsatibdi mana. Mana shu arilarimiz ham nasib qilsa bag'da nukleozlarimiz bor, 8 oylarlik yashillarimiz. Ulardan rasplotlarni berib ko'tarib bu yashigimizga 12 ta romga sig'adi oilasi bir tomoniga. O'n 12 romga rasplot qilib olib boramiz xudo xolasa. Mana shu 1 romkali arini, siyray turgan arini 12 romga rasplot qilib, zich ari qilib asal sezonga olib boramiz xudo xolasa. Shuni harakatda yuribmiz mana endi.